Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari, mana navbatdagi juda chiroyli katagimiz tayyor bo'ldi. Uydagi yangam ham hapomellar mana atirgullari bilan birga ikki tomonida mana. Nimaga katak olib keldingiz demaydi-da. Yanga ham mana atirguliga ishqiboz bo'lib indamaylar mana. Juda chiroyli. Razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri uzunligi 1.70, eniga 1.20, balandligi 1.35. 20 ta 28 ta gnezdosi bor. Buni qulayliklari mana, eshiklari profil, juda chiroyli ochilib yopiladi. Mana bu yerda mana kaptar parlash xonalari alohida, ikkita qo'noqlari. Musurni shipirib tashlash uchun bu tomonda mana setka joyi bor. Musurni bu yoqqa tashlab shipirib yuborilsa, top-toza turaveradi. Mana doydigan joylari, sharoitlari bor mana. Bu yerga qulf ham tushadi, zashilkasi ham bor. Mana bu yerda alohida suviga joyi ham bor. Suvini almashtirib yana qo'yib qo'yish mumkin. Chekkalariga mana juda chiroyli qilib qotirib qo'yganmiz, yaltiroqlarigacha. Kaptar kirib chiqish uchun qo'noqlari, portishkalari juda chiroyli tarzda o'rnatilgan. Setkalari yaxshi setkada bo'lgan. Bu yoqqa yetalash uchun mana balonlari ham bor. Balonlari ham hamma tomoni aylanadi va tormozlari ham bor. Juda chiroyli yetalanadi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 bilan 177 33 15 raqamiga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidatepada joylashgan. Videomiz qilgan mehnatimiz yoqqan bo'lsa, har doimgidek bittadan like, bittadan komment kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Eng sara, zo'r, chiroyli, zamonaviy kataklar bilan sizlarni tanishtirib boramiz.